Bu Voya Free 2025, bunisi bo'lsa 2024. Ikkalasini farqini solishtirib ko'ramizmi? Ketdi. Tashqi ko'rinishda birinchi o'zgargan narsasi mana shu faralari bo'ladi. Ko'rasizlarmi? O'rtalari yonadi. 2024-yil versiyasida o'rtasi shunaqa panjarali. 2025-yil versiyada lidar o'rnatilgan, 2024da bo'lsa lidari yo'q. Eshiklarida prisoskasi bor. Prisoska. 2024 versiyada yo'q bu narsa. Orqa tarafida unaqa katta o'zgarish yo'q, faqat bamferi sal o'zgargan va Voya degan yozig'i yonar ekan. 2025-yil versiyasida fioletoviy salon bo'lib chiqqan, undan tashqari xolodilniklari ham bor, ko'rasizlarmi? Lekin eski versiyasida xolodilnik yo'q ekan. Kalitida ham katta o'zgarishlar bor ekan. Bu 2025-yil versiyaning kaliti, bunisi bo'lsa 2024 versiyaning kaliti. 2024-yil versiyasi tokda 200 km yursa, 2025-yil versiyasi 270 km ga ko'tarilgan. Ikkalasi ham 0 probeg. Buni narxi $37 ming, buni narxi $43 ming. Sizlar qaysinisini tanlagan bo'lardinglar? Kommentariyaga yozib ketinglar.